Shu videoni ko'rayotgan har ikkita insondan bittasida magniy tanqisligi mavjud. Ha, to'g'ri eshitdingiz. O'rtacha statistika yer yuzidagi insonlarning 50% da magniy elementi yetishmasligini ko'rsatgan. Endi magniy sitrat, glitsinat, taurat, aratat juda ko'p turlari bor va ularning har bittasi ma'lum bir aniq funksiyaga ega. Kelinglar shu video davomida sizlar bilan batafsil ko'rib chiqamiz. Qaysi magniy nimaga yordam beradi? Ketdik. Birinchisi magniy taurat. Bu yerda asosan taurin qo'shimchasi bilan qo'shilgan bo'lib, bu qo'shimchamiz asosan yurak qon tomir tizimlarini rag'batlantirish, yurak faoliyatini yaxshi ishlashiga, ya'ni aritmiyani oldini olish, yurak ritmini bir me'yorda urishiga, undan tashqari qon tomirlar elastikligini ham ta'minlashga yordam beradi. Bu magniy taurat asosan yoshi katta va yurak qon tomir tizimida qanaqadir muammosi bor insonlarga tavsiya qilinadi vrach tomonidan yoki nutritsiolog mutaxassis tomonidan. Undan tashqari ikkinchi magniyimiz bu magniy aratat. Buni funksiyasini ko'pchilik tauratga o'xshatishadi, lekin tauratdan farqi bu yurakning ishemik buzilishlariga, miokard infarktini oldini olish uchun yoki miokard infarkt o'tkazgan bo'lsa, undan tiklanish uchun ko'pchilik buni vrachlar yozishadi. Undan tashqari bu magniyimiz yurakning ichki qismigacha kirib boradi va yurakdagi energiyani ta'minlashga yordam beradi yurakning o'zini. Sanchiqlarni oladi. Imini tortishib og'riganda sanchib og'riydigan og'riqlarni ham o'sha muskullarning spazmini yumshatishi orqali ushbu og'riqlarni qoldirish xususiyatiga ham ega. Ketdik. Uchinchi asosiy turi bu magniyning sitrat formasi. O'zbekistonda sotiladigan eng ko'p formasi desam adashmagan bo'laman. Chunki magniy B6, magniy B6 Forte va boshqa ko'pchilik O'zbekiston ishlab chiqaruvchilari ham bu turdan foydalanadi. Chunki bu hammaga to'g'ri keladi va funksiyasi umumiy desa ham bo'ladi. Qanchalik umumiy deydigan bo'lsak, asabiylashganda ham, muskul tortishganda ham ichishadi. Lekin buni eng asosiy funksiyasi va qolgan magniylardan farqi sitrat formani ichaklardagi suvni saqlab qolish xususiyatiga ega va shuning uchun u ichni yumshatuvchi ta'sir qiladi. Magniy sitrat aynan. Ketdik. Magniy asparatat. Bu mana bu 3 ta gapirib o'tgan magniyimni qo'shilgan birgalikdagi kompleks formasi. Ya'ni nomdan ham bilsanglar bo'ladi. Asparatat, aratat ham qo'shilgan, sitrat ham qo'shilgan, taurat ham qo'shilgan bo'ladi. Buning ichida 3 ta magniyning minerallari, radikallari joylashgan va uchalasining xususiyatlari mujassamlashgan bo'ladi. Umumiy, universalniy desa ham bo'ladi. Endi ketdik. Magniy glitsinat. Bu funksiyamiz, bu magniyimiz to'g'rirog'i asab faoliyatini qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish, kuchli stressni oldini olish, nervni tortishlarni oldini olishga juda yaxshi magniy hisoblanadi. Undan tashqari bu raslabляющий deydi ruschada, ya'ni insonning miyasidagi yomon kayfiyatni ham olishga ozgina yordam beradi. Glitsinat turi aynan. Va oxirgi avlodlardan biri magniy L-trionat. Bu L-trionat magniyning yagona turi hisoblanadi. Nimaga desa, miyaning tashqi qobig'idan ichkariga o'ta oladigan. Bu L-trionat magniyimiz kognitiv funksiyani yaxshilaydi, xotirani mustahkamlaydi, diqqatni oshiraveradi. Undan tashqari o'zlashtirish nimalarini ham yaxshilab beradi, miyaning faoliyatlarini. Undan tashqari stressga, surunkali stressga, yomon nastroyeniyaga ham bu narsani ichishadi. Asosan buni aytishniklar yokida ko'p miya bilan shug'ullanadigan, miyani ustida ishlaydigan odamlar iste'mol qilishadi. Ultramag bu turimiz magniy sitrat plus vitamin B6. Magniy B6, o'shani amerikanskiy formasi. Va shu yerda shu polkada ko'rib turgan jamiki magniylar o'sha aytib o'tgan 6 ta xilimdan tashkil topgan firmalari har xil, shakli har xil, tuzilishi har xil, даже sprey variantlari ham bizda bor magniyni. Kimga qanday muammo bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsangiz bo'ladi. Shaxsan o'zim kommentariyaga javob beraman. Joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar, sog'lig'inglarni asranglar.